Menimçe bizning tatar xalqining eng zo'r problemalarining arasında bir zo'r problema var, o da tatarni aşav. Eğer de tatarni aşamasaydı, tatarning abruyin ketkizmeseydi, tatarga üstüne türlü nahak bulgan şikayetler yazmasaydı, bizning mescitlerimiz de yapılmaz idi, balalarımız da bizden kaçmaz idi, mescitlerimiz tatar bilen tola bulur idi. Mene qarağız. Kulil haqq velau kana murran degan Peygamberimiz aytgan. Munda aytuvlari mumkin. Nabiyulloh Hazrat bizga vaqas söyleme, biz o'zimiz de vaqas söyley bilamiz deb. Yo'q. Agar da biz o'zimizning xulqimizni, o'zimizning turmushimizni, o'zimizning ishimizni dinga muvofiq qo'ymasak, bizning dinimizdan neydi qala? Çalma bilan chapangina qala. Hozir ko'p yosh yigitlar çalma bilan chapanni kiyerga oyog'lar. Ne için desen, haksız, layıklı bulmagan kişiler bugün çapan çalma giyip birbirini satalar, birbirini çaylaylar, birbirini aşıylar. Mine bunda oturgan kişilerini qarağız. Birisi kuk, sırası kurduk taraf, qaysi tarafka mayal. İkincileri şunday, üçüncüleri şunday, beşincileri şunday. Ana otura, Sverdlovskiy ülkesinin bir müftiyi, bizden bir müftiyi. Bizning dinimiz bugungi kunda bizni jiya turgan aybir tugul, bizni tarata turgan aybir. Ne için? Ne için bizden yoshlar ketdi? Ne için Dağıstanlar, Çechenler bo'lsin, Tojik, O'zbeklar bo'lsin, yosh yigitlar Moskovning uramlarında, qarda, yomg'ir arada o'tiralar, asfaltda namozlarini o'qiylar. Nimaga bizning yoshlar shunday motor bo'lgan, gilamlar tuzilgan masjidlarga kelmaylar? Çünkü mana bu bizning oldimizga alar keluvini nafrat ko'radi. Ko'pmi bizning bugungi kunda o'qib chiqqan yoshlar, biz bugun shikoyat etamiz. Bizning tatarlar ders almıyorlar, öğrenmiyorlar. Biz söyleyemiz, jiyamiz anda şulay aşatamiz, pirashkilar, bo'laklar beramiz. O yaxshi. Hazrat sine Zalil Hazratga so'z yetirib aytmayman. O da kerak. Lekin bugungi kunda hatta Tataristonda ko'pmi o'qib chiqqan, nendan zo'r olimlar bor. Başka avullarda bo'lsin. Mana bugungi kunda biz aytamiz, demografiya bizning yo'q. Muhtaram jamoat, nechun demografiya bizning yo'q? Chunki bizning bugungi kunda masjidlarda kim ishlaydi? Men o'zimni da'vatmayman. O'zim da shunday, balki. Men de dindan chiqqan, haligi din bilan o'sgan yigit tugul. Kim bugungi kunda masjidlarimizda ishlaydi? 90% masjidda ishlaylar. Buvshi partorglar, buvshi komsomolskiy liderlar, buvshi председатель kolxozlar, boshqalar, tugullar, falanlar. Aqayda bizning yoshlar? Yoshlar bizningki bugungi kunda minbarga chiqa olmaydi. Yoshlarga bugun minbar yopiq. Ular bizga kelishmaydi bugun. Demografiya turunda aytasiz. Nega Shigirdan avulunda demografiya aybat? Çünkü anda distalagan, anda 8-6 mı bilmeyin mescid islab tura. Da'vat bara, xalq mescidga yeri. Nega Belazeriyada mescid üstüne mescid salalar, şıqrim to'la xalq. Barisi 99% yoshlar. İmamları da yosh, xalqi da yosh. Nimaga O'rta Azanda 11-mescid ochdik? O'limga qaraganda 3 barobar prirost bor. 3 barobar. 11 mescid ishlaydi. Bir imamı da mescidninki zarlanmayı, akşam yok, falanim yok, tıgılanim yok. Avullarından da aytalar 2000'e yakın KAMAZ registrovat etilgandiler. Mana tatar avullar qayda? Endi ikinchini alaylik. Mana bizning Semirniy Tatarskiy kongress bor. Alhamdulillah, borlig'ina shod-biz. Lekin Semirniy Tatarskiy kongress bütün Tatarlarni jiyuvi, bir zo'r. Lekin boshqa ishlarda da bo'ldirilgan kerak. Agar da biz bugungi kunda chista teoretik aytamiz, imomlar tatar bo'lirga kerak. Nafsulloh Hazratlarining ba'zi masjidlarda tatar tugul imomlar. Qaydan olarga? Agar da biz bugungi kunda o'qib chiqqan imomlarni ishga qo'yuvdan qo'rqamiz. Men aytmayman, agar da bir narsasi kelishmay ekan, har bir kishining ikki qulog'i bor.
Anın bilen otururga gerek, söyleşirga gerek, anlatırga gerek, kraynem случае çek koyurga gerek. Muhterem kardeşim, mine şunday çek. Bizden Hanefi mazhabça işlesen, biz sana verebiliriz. Şunday söyle. Bula, mine Tatarstanda, men bilem neyse, listelerden imamlar bugün dedim. Mine degen imamlar. Alar işsiz yürüyorlar. Başka yerlerde. Ana, Orta Asya'da 5-6 международный konkurs, Kur'an-ı Hafiz kişi, utkan kişi, tanılgan dünyada tanılgan kişi, avulda işlev alma yeri biçara. Neçe biz şulay Tatarını ko'tarayık. Agar da biz o'zimizningki kelajagimizni, o'zimizningki bo'g'inlarimizni, men 74-yilda masjidga kelgan vaqtda babaylar menga, "Ey bolam, kelding, rahmat" deb shodlanib olalar edi. Hozir yosh kishi masjidga kelsa, 90-80 yaşarga yetgan imom titriy boshlaydi. Tayog'imni olmasmikan bu, minbarimni olmasmikan bu deb. Davlatni biz aldab, davlatga yozamiz, davlatlar vынуждены bizni проверять etirga anasin. Yozuvni to'xtatamiz, shikoyatni to'xtatamiz, yolg'oyoqni to'xtatamiz, yoshlarga yo'l ochamiz. Yoshlarga yo'l ochmasangiz, bizning dinimizning Tatar xalqining dinining kelajagi bo'lmaydi, muhtaram jamoat. Allah razı olsun.